Şərq Türkistanlıq qarindoshlar. Şərq Türkistan xəbər agentligining xəbərlər programmasını ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Xitoyning Şərq Türkistandagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati ustidan Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sunilgan da'voning advokati Rodney Deksinkiyosi Al-Xayr televiziyasining Uyg'ur masalasi xalqaro sud mahkamasida nomli programmasining ziyoratini qabul qilib, irqiy qirg'inchilikqa aloqador dalil isbotlarni yig'ish jarayoni, tekshirish echish, irqiy qirg'inchilik jinoyatchilarining jazolanishi uchun nimalarni qilish kerakligini anglatdi. Tövəndə buning negizlik mazmunini diqqətinizə sunumuz. Riyosatchi Uyg'ur masalasi qandaq masala? Biz bu vaqtda bu yerda nimalarni paranglashimiz deb so'raganda advokat Rodney Deksinkiyosi apandi bizning Gagadagi xalqaro sud mahkamasiga sungan masala qalayimqon xiloflik qilish masalasi bo'lib, faqat sudning boshqarish tavalligi bo'lishini talab qiladi. Xitoy xalqaro sud mahkamasining boshqarish tavalligiga imzo qo'ygan davlat emas. Shunga biz Xitoyning ichida nima ishlarning bo'layotganligiga markazlashamaymiz. Faqat xalqaro sudning boshqarish tavalligida yuz bergan Xitoyning jinoyatlariga markazlashalaymiz. Xitoy Sharq Turkiston bilan chegaralanadigan xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining boshqarish tavalligi bo'lgan Tojikistonga kelib faoliyat olib borgan. Ya'ni Xitoy Tojikiston chegarasiga kelib Uyg'urlarni olib chegaradan qo'g'lab chiqargan. Izdiraksiz g'oyib qilib etgan. Xitoy tutqun qilib qamagan, untinsiz yo'qotgan. Bu harakat xalqaro sud mahkamasining boshqarish tavalligidagi joy Tojikistonda olib berilib, Xitoyda davom qilgan. Biz boshqarish tavalligini asos qilib turib, Xitoyning qilmishlaridan qandaq javobgarlikka tortish ustida izlandik. Buningda xalqaro sud mahkamasi tekshirish ochgan Myanmar da'vosini o'lga oldi dedi. Berma xalqaro sud mahkamasining boshqarish tavalligidimi deb so'raganda, yo'q, Myanmar boshqarish tavalligida emas. Bangladesh boshqarish tavalligida. Insonlar Myanmardan Bangladeshga qo'g'lab chiqarilgan. Jinoyat xalqaro sud mahkamasining boshqarish tavalligida ishlangan. Ular harakat qila oladi. Bu ishning aktiv tarafi sud tekshirish boshlata oladi. Chegaradan qo'g'lab chiqarganlar va qalayimqon jinoyat ishlaganlarga qarata tutish buyrug'i chiqarishni xohlaydi. Mushunga o'xshash ishlarni Xitoy, Tojikiston va boshqa davlatlarda sodir qilgan dedi. Riyosatchi xalqaro sud tekshirish boshlatamdi, ya'ni Tojikistondan tutib Xitoyga olib kelishdek ahvollarga tayanib, Xitoyning ishlayotgan barliq jinoyatidan tekshirish boshlata olamdi deb so'raganda, albatta xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining boshqarish tavalligidagi davlatdagi jinoyatga markazlashadi. Ammo o'rnak sifatida texnik keng tekshirish boshlata oladi. Barliq harakatlardan arz qilish huquqi bo'lmaydi. Ular bu dalil isbotlarni qo'llanish orqali bu yerda insoniyatga qarshi jinoyat, irqiy qirg'inchilikning sodir bo'layotganligini isbotlay oladi. Agar sudning boshqarish huquqi yetmasa, bu mazmunlar yana ishlatiladi. Agar tekshirish boshlasa, sud texnik keng pokiz va qonun analiziga ega bo'ladi dedi. Sizningcha Xitoyning Uyg'urlarga qilgan qilmishini irqiy qirg'inchilik deyish to'g'rimi deb so'raganda, dalil isbotlarning hammasi irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini ko'rsatadi va sukutimiz badaliga izchil davomlashyotdi. Dunyodagi bir qancha davlat parlamentimi Xitoyning bu vahshiyliklarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Biz suddan dalil isbotlarni tekshirishni talab qilyapmiz. Buningga atrofli qarash kerak. Dalil isbotlar Xitoyning vaqtning o'tishi bilan Uyg'ur guruhini Sharq Turkistondan tamoman yo'q qilish niyatining borligini isbotladi dedi. Riyosatchi Uyg'urlarni nima uchun shallaydi? Ishning siyosat tarafiga biroz qarab boqaylik. Davlatning o'xshash guruhidagilarga irqiy qirg'inchilik va besim ishlatishining sababi ulardan bo'lgunchilik ovozlari chiqandi yoki ular musulmon bo'lganlik uchunmi deganda advokat Rodney Deksin apandi irqiy qirg'inchilikning aniqlamasida irqiy qirg'inchilik jinoyatini ishlashda alohida omillar bor. Ya'ni ma'lum millat yoki guruhini, etnik kimligini, diniy kimligini nishon qilganda irqiy qirg'inchilikning orqasidagi sababning siyosiy maqsad bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Yanada insoniyatga qarshi jinoyat bo'ladi. Uyg'urlarning milliy, etnik va diniy kimligi ularni yo'qotishning, irqiy qirg'inchilik yurgizishning asosiy sababi bo'lgan. Dalil isbotlar ularning kimligi tufaylidan nishonlanganligini ko'rsatdi. Boshqa guruhlar o'xshash usuldan nishonlanmadi. Hujjat va ilonlarga qaraydigan bo'lsak, garchi Xitoy jamiyati tarafidan so'mirilsa-mu, ularni Xitoyning dushmani qilish o'yini o'ynaldi. Ular diniy kimlik va milliy kimlik bilan o'z oldiga mavjud bo'lib turishni xohlaydi. Ammo buningga o'ri yo'q. Bundaq bo'lganda ularni yo'qotish kerak bo'ladi. Buni xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasida sudlashga to'g'ri keladi deb javob berdi.
Agar Xitoy jinoyatchi deb bekitilsa, jazosini tortamdi deb so'raganda, Xalqaro sud mahkamasi dastlabda Afrika davlatlarining dilosini ishladi. Keyin Falastin, Isroil, undan keyin Janubiy Amerika, Rossiyaning dilosini ishladi. Rossiyaning dilosi 1 yil surmadi, chunki Rossiya ustidan xalqaro sudga arz qilgan davlatlar ko'p edi. Gerçi Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengashining doimiy a'zosi bo'lsa-mu, Xitoyni mushundaq ayblaydigan davlatlar ko'p bo'lganda tekshirish boshlatildi. Rossiya hozir boshqa davlatlarni sayohat qila olmaydi. Xitoyning ahvolimi Rossiya kelgan yerga kelishi kerak. Dalil isbotlarimiz yetarli. Boshqarish huquqimiz bor. Bizning qo'llashga ehtiyojimiz bor dedi. Davlat boshliqining kuchi buni aloqasiz qilib yetalamdi deb so'raganda, garchi davlat boshliqlari imzo qo'ymagandimi, xalqaro suddan burun kuchini yo'qotadi dedi. Sizning buni xalqaro sud mahkamasiga elib kelishingizga kim yetakchilik qildi, kim tashkilladi deb so'raganda, advokat Rodni Deksun apandi Sharq Turkistonning sirtidagi surgundagi Uyg'urlarga vakillik qiladigan markaziy Washingtonga joylashgan Sharq Turkiston surgundi hukumati Uyg'ur qurbonlar bu masalani xalqaro sud mahkamasiga elib kelishimizni talab qildi va bizni dalil isbotlar bilan ta'minladi. Bizning boshqalar bilan aloqa qilish sharoitimizni hozirladi. Bizni Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va boshqa nurg'ulg'an davlatlardagi insonlar dalil isbot bilan ta'minladi. Bu ish uchun ular o'zlari ketarlik mablag' jug'ladi. Biz bir yoki ikki kishini bu davlatlarning sirtidan elib keldik. Biri Amerikada bo'lib, xalqqa oshkorlandi. Undan intayin muhim dalil isbotlarga erishib, uni xalqaro sudga topshirdik. Bu ishlar nurg'un vaqt va mablag', shundaqla har qanday joyda yordamchi talab qiladigan ishlar. Amerika va Turkiyadagi bir guruhga o'z ko'zi bilan ko'rguchi Uyg'ur guvohchilarini ziyorat qildik. Ular dastlabki qadamda o'z ko'zi bilan ko'rgan dalil isbotlar bilan ta'minladi. Biz cho'ng bir gavdadan dastlabki dalilga erishdik va uni keyingi guvohchilarga bog'lab, birinchi qo'l g'oyat zo'r dalil isbotlarga erishdik. Eng yaxshi isbotlay oladigan dalillarni topdik dedi. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga imzo qo'yishdagi harakatlantiradigan kuch nima deb so'raganda, xalqaro qonun insoniyatning qonun majburiyatini, urush va inson haqlari qonunini vaqtida ado qilishni talab qiladi. Harakatlantirgich kuch bo'lsa, majburiyatini ado qilish. Ikkinchisi, bu yerda qo'shimcha prinsip bor. Davlatlarning qonunni ijro qilish mas'uliyati bor. Agar ular harakat qilmasa, xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi aralashadi. Shunga ular bu jinoyatlarni o'zlari tekshirib bir taraf qila oladi dedi. Eng oxirida Uyg'urlar inson haqlari va adolatga erishish uchun qanday qilish lozim deb so'raganda, Xitoyda mahkamasi bo'lmaganlikdan xalqaro sud mahkamasiga arz qilsa bo'ladi. Davlat sistemasi butunlay rolini yo'qotgan bo'lib, xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi rol o'ynashga to'g'ri keladi. Birleşken Devletler Teşkilatı bu qadamlarni qandaq besish to'g'risidagi muzokaralarga to'sqinlik qilmayli qolmasdan, balki bu muloyizalarni tekshirishi, dalil isbotlarni tekshirishi, har bir ahvol uchun paket deb chiqish komissiyoni qurishi, buni tushunishi, xalqaro sud qila oladigan doira ichida qadam olishi lozim. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın doklad e'lon qilgani yaxshi bir qadam. Buni chetga qoqqili bo'lmaydi. Xitoyga markazlash lozim dedi. Özümüzge ega chiqmasak va ko'ngil bermasak, hech kim bizga parvo qilmaydi. Hammamiz o'z iqtidorimiz va kollektiv millat bo'lish sifatimiz bilan vatanimizni ishg'oliyatchidan qutuldirish uchun va mustaqilligimizni asliga keltirish uchun izchil harakat qilishimiz kerak. Bizdan o'lgida qo'rqayotgan dushmandan biz asla qo'rqmasligimiz kerak. Biz cho'qim jasur bo'lishimiz kerak va paytni chang tutib, ishg'olchi Xitoyga qarshi izchil kurash qilishimiz kerak. Biz dunyoga shuni qayta ta'kidlashimiz kerakki, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish bizning bir millat sifatida mavjud bo'lib turishimizning birdan-bir yo'li. Allohning ruxsati bilan ajdodlarimizdek biz bu tarixiy dushmanni yengib, vatanimizdan qo'g'lab chiqarib, milliy izzat hurmatimizni, milliy vijdonimizni va milliy mustaqilligimizni asliga keltiramiz. Biz shuningga ishonishimiz kerak va umidsizlanmay, armay-talmay imkon qadar kurash qilishimiz kerak. Biz cho'qim qutulamiz. Sharq Turkiston qaytadan mustaqil bo'ladi. Yashasin Sharq Turkiston. Salih Xudoyer. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.